Assalomu alaykum, men Rustam va Rohatjon Murodillayevna. Bugun juda jiddiy mavzuda gaplashamiz. Xavfli go'zallik, ko'krakni gel, filler va boshqa noma'lum usullar bilan kattalashtirish. So'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda operatsiyasiz kattalashtirish, ukol bilan hajm berish, tez va og'riqsiz natija degan reklamalar ko'payib ketdi. Narxi arzon, jarrohliksiz, tez natija albatta. Bu ko'pchilikni jalb qiladi. Lekin savol, bu qanchalik xavfsiz? Keling, aniq va ochiq gaplashamiz. Ko'krakka gel yoki filler yuborish ko'plab asoratlarga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli usul hisoblanadi. Nima uchun? Birinchidan, ko'krak bu murakkab anatomik tuzilma. Unda bez to'qimasi, yog' qatlami, qon tomirlari va limfa tizimi mavjud. Noma'lum modda yuborilganda organizm bunga begona jism sifatida javob beradi. Natijada yallig'lanish, shish, og'riq paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, gel yoki filler vaqt o'tishi bilan joyni o'zgartirishi mumkin. Ya'ni bir joyda tekis turmaydi, pastga siljiydi yoki notekis taqsimlanadi. Ko'krak deformatsiyalanadi. Uchinchi xavf granuloma va fibroz. Organizm gel atrofida kapsula hosil qiladi. Ko'krak qattiqlashadi, og'riqli bo'lib qoladi. Ba'zi hollarda infeksiya rivojlanadi, yiringli jarayon boshlanishi mumkin. Bu esa jarrohlik aralashuvini talab qiladi. Yana bir muhim muammo tashxis qo'yish qiyinlashadi. Ko'krakka yuborilgan gel yoki filler yoki o'yinlar mammografiya va UZI natijalarini buzadi. Saratonni erta aniqlash qiyinlashadi. Bu esa hayot uchun eng xavfli hisoblanadi. Ba'zi bemorlar menga keladi va shunday deydi: doktor, men 2 yil oldin gel qildirganman. Hozir ko'kragim qattiqlashib ketdi, og'riyapti. Tekshiruvda ko'ramiz, modda notekis tarqalgan, to'qimalar zararlangan. Eng achinarlisi shundaki, ko'pincha bu moddalarni butunlay olib tashlash qiyin bo'ladi. Ba'zan ko'krak to'qimasini bir qismini ham olib tashlashga to'g'ri keladi. Endi savol, nega ba'zilar baribir bu usulni tanlaydi? Chunki operatsiyasiz, tez, arzon degan so'zlar jozibali eshitiladi. Lekin tibbiyotda tez va arzon ko'pincha xavfli degani. Ko'krakni xavfsiz kattalashtirishni ishonchli usuli bu implant bilan bajariladigan jarrohlik amaliyotidir. Implantlar ko'p yillik klinik sinovlardan o'tgan, sertifikatlangan va ma'lum standartlarga javob beradi. Operatsiya esa steril sharoitlarda aniq anatomik qatlamda joylashtiriladi. Har qanday jarrohlikda risk bo'ladi, lekin bu risk nazorat ostida va ilmiy asoslangan. Gel va noma'lum fillerlar esa ko'pincha nazoratsiz, sertifikatsiz va uzoq muddatli oqibatlari noma'lum bo'ladi. Yana bir noto'g'ri bir tushuncha, bu faqat kosmetologik ukol, xavfsiz. Yo'q, ko'krak hajmini sezilarli oshiradigan har qanday modda chuqur to'qimaga yuboriladi. Bu esa jarrohlik darajasidagi xavf tug'diradi. Agar siz ko'kragingizni hajmidan yoki shaklidan norozi bo'lsangiz, eng to'g'ri yo'l professional konsultatsiya. Avvalo ko'rik o'tkaziladi. Ko'kragingizni sog'lik holati baholanadi. Sizni istagingiz va anatomiyangiz o'rganiladi. Shundan keyin xavfsiz variant taklif qilinadi. Go'zallik sog'liq evaziga bo'lmasligi kerak. Bir necha yoki oy yil chiroyli ko'rinish uchun keyinchalik og'riq, deformatsiya yoki murakkab operatsiyalarni boshdan kechirishga arzimaydi. Agar sizga kimdir ukol bilan tez kattalashtirib beraman desa, savol bering: bu modda sertifikatlanganmi? Uzoq muddatli natijalar qanday? Asorat bo'lsa, kim javob beradi? O'ylab qaror qabul qiling. Agar siz ko'krakni kattalashtirish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, xavfsiz yo'lini tanlang. Konsultatsiyamga albatta yoziling. To'liq tekshiruvlardan o'ting, individual reja asosida qaror qabul qiling. Konsultatsiyamga yozilish uchun pastda ma'lumot qoldiraman. Albatta bog'laning. Telegram va Instagram kanalimga ulanib oling va meni kuzatishni davom eting.